Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz yurtimiz havosi ifloslanib ketayotganligi va unga qarshi choralar haqida bo'ladi. Ma'lumki, hozirgi kunda Toshkent shahrida havo ifloslanishi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich qayd etildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, PM 2,5 dan yuqori zarrachalarning inson tanasidagi hujayralar membranasidan o'ta olar hamda bu zarrachalar organlarni asta-sekin yemirar ekan. Ular inson yurak-qon tomirlar sistemasiga ta'sir qilib, surunkali kasalliklarni keltirib chiqaradi. O'pkaga kirib esa u astma, bronxit, tomoq qichishishini sodir qiladi. Natijada nafas olish qiyinlashadi. Shu vaziyatda nima qilish kerak? Ehtiyot bo'lishni, zarur ish bo'lmasa ko'p yurmaslikni, maska taqishni, ko'proq suv, damlamalar ichishni tavsiya qilamiz. Birinchi damlama: zanjabil, imbir, limon, asal. Tayyorlanishi: zanjabil kukuni yoki bir bo'lak zanjabil, bitta limon, asal, 200 ml qaynoq suv. Ishning borishi: zanjabil kukunidan bir choy qoshiq olib stakanga solinadi. Ustidan qaynoq suv quyib, usti yopiladi va 15-20 daqiqa damlanadi. Vaqt o'tgach, elakda suziladi. So'ng stakanga bir dona limon siqib va bir choy qoshiq asal qo'shib aralashma hosil qilinadi. Kattalar ertalab kuniga bir marta yarim stakandan ichishadi. Bu damlama organizmdagi shlaklarni chiqaradi, yo'talni yengillashtiradi, immunni ko'taradi. Ikkinchi damlama: zira, qora zira. Tayyorlanishi: zira 200 ml qaynoq suv, havoncha. Ishning borishi: ziradan bir choy qoshiq olib havonchada paydalanadi va idishga solinadi. Ustidan 250 ml qaynoq suv quyib, gaz plitasiga usti yopiq holatda 3-5 daqiqa qaynatiladi. So'ng 20 daqiqa damlab qo'yiladi. Kuniga 2-3 marta. Katta kishilar yarim stakandan, bolalar bir osh qoshiqdan ichishadi. Bu damlama allergiya va tomoqni qishishini bartaraf qiladi, ishtahani ochadi, immun tizimini tartibga soladi. Azizlar, agar kanalimizga mehmon bo'lsangiz, like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Biz bundan mamnun bo'lamiz.